privacy display degan funksiyasi ham bor. Buni yoqib qo'ysangiz, sirasi qorong'ilashadi. Yonga jichcha olsangiz, u sirasi ko'rinmaydi. Ukalar, bizda trading xizmati eng qizig'i, tradingning eng zo'r bo'lyapti. iPhone 17 Pro Max olib qolib, o'rniga S26 Ultra 12 ga 512 taligidan qilib beryapmiz. И добавочный holatda iPhone 17 Pro Max silver rangi hamda AirPods Tour, anisi shum подавлениялигida qilib beryapmiz akamizga. Kimgadir shunaqa trading xizmatlari kerak bo'lsa, bemalol kelaverasizlar. Xudo xolasa, chiroyli narxlarda qilib beramiz. Bunaqa ustiga shpionniy chexollar, matviy chexollar bilan chiroyli qilib berdi. Bu telefonning kamerasi. Shu xuddi shu kamerasi mashhur. Aylantirilgan holatda ham bitta ham o'zgarmasdan shu holatda video olib beryapti. O'zini qo'shimcha privacy display degan funksiyasi ham bor. Buni yoqib qo'ysangiz, sirasi qorong'ilashadi. Yonga jichcha olsangiz, u sirasi ko'rinmaydi. Buni o'chirsangiz, yonga olsangiz ham ko'rinib turibdi.